Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun 9-iyun holatidagi baholash ishlarimiz mana bu mashinaga yuklanib Chinobodga baholash ketyapti. Zavodni o'zidan olib ketsam bo'ladimi deganlarga mana shuncha mashina bir-biri meni ochiribdan deb mana talashyapti. Mana shuncha mashinani ichida u narigi tomonda Tahovo bor, Kamaz bor. Bu narigi tomonda ham turibdi. Mana tashqarida ham turibdi. Shuncha mashinani ichida olaveraman deganlarga bemalol kelib olib ketishlari mumkin. Zavodni o'zidagi narxi joydan 750 so'm yuklab berishi ichida. Mana g'isht holatini bemalol ko'rishlari mumkin. Mana yaqindagi holati. Ko'rinib turgan bo'lsa, holatlari o'ta a'lo darajada. Mana hozir yuklanib turgan holati ham ko'rsatib beramiz. Mana yana qolib ketibdi. Holatini ko'rishingiz mumkin. Ichkaridagi holatini ham ko'rsatib beramiz. Mana shuncha mashinalardan keyin kelib olaveraman, bir kun ikki kun ochib turaveraman deganlar bemalol kelishlari mumkin. Nimaga dastavkasi qimmat, boshqa deyishlari mumkin. Shunaqa vaziyatdan ochirib bilan olinadi. Bir kun oldin mashina olib kelmasa, mashina olish imkoniyati juda yo'q.